Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ulkan samolyotlarni osmonga ko'taradigan reaktiv dvigatellar o'zi qanday ishlaydi? Keling, turbovintli dvigatelni men sizlarga tushuntirib beraman. Hammasi mana bu ulkan parrakdan boshlanadi. U soniyasiga tonnalab havo so'rib oladi. So'rilgan havo past bosimli kompressorga, so'ngra baland bosimli kompressorga kiradi. Endi esa eng qaynoq nuqtaga yetib keldik, ya'ni yonish kamerasi. Bu yerda siqilgan havoga kerosin purkaladi va o't oldiriladi. Kengaygan qaynoq gazlar orqadagi turbinalarni ulkan kuch bilan aylantiradi. Katta bosimli turbina katta bosimli kompressorga, kichik bosimli turbina esa kichik bosimli kompressorga maxsus vallar orqali ulanadi. Va nihoyat gazlar bosimi ortib, jarayon tezlashadi va katta tezlikda orqadan otilib chiqadi. Bu yerda impulsning saqlanish qonuni amalga oshadi. Ya'ni gazlar orqaga impuls oladi, samolyot esa oldinga itariladi.